Bugun mana 19-oktyabr moslashtirilgan. Вообще садик маленький, да, нам нет, неудобно. Детям Сколько вообще... детей сейчас? Всего. А всего, наверное, у нас где-то 70 или 80. Но уже совсем состояние садика невозможно. Suv yo'q ana. Ochsak oqib ketyapti pollar bilan ana o'sha pollar nima bo'lib ketgan shuni. Tualetni ko'rsang. Devorlarni o'zimiz har yili taxlaymiz yana ana. Nima bo'lib ana tualetimiz. Iloji yo'q bachalar. Singan edi yaqinda o'zimiz taxladik. Sement qilib ana. Bachalarni har kun oyog'i nima bo'ladi kiradi. Ana. Yerdan shunday. Devorlar yiqilib, shunday to'kilib yotibdi ana. Anaqa panellar bilan yopamiz bunday. Yo'q, yiqilib bilan to'kilyapti. Men ham urib bilmaydi, tushib ketibdi devorlar. Девочки, сейчас мы дастархан постелим. Qo'llari ham qo'parilib, nima bo'lib shunday. Ana erta отопленияni yo'qsak, bular yo'q, tortamiz, qulaylik nimasi yo'q-da. Derazalarni oldini ham nima qilay? Shu tualetga bolalar chiqadimi? Chiqaraman. Yo'g'inlarni chiqaraman majburlikda. И прачка у нас совсем развалилась уже. Если бы нам ремонтик сделали бы. Yordam bersangizlar yaxshi bo'laydi. Iltimos Tushundim. qilaman. Я вас понял. Oshxonami? Ha, oshxona. Tushundim. Ota-onalar kelardi, bolasini qo'yishga bog'chaga. Sharoitini ko'rib, bir kun, ikki kun qo'yardi, uchinchi kun qaytib olib ketardi. Bog'changiz yaxshi, hammasi yaxshi, faqatgina sharoiti yo'q ekan, bo'lmaydi deb boshqa bog'chaga olib ketardi. Ana bizlar ko'p joylarga murojaat qilib, portalga ota-onalar murojaat qilganlaridan keyin, Xudoga shukr, rahmat. Bizni bog'chamiz Isob Shukur tubidan yangi bog'cha qurildi. Bir jihozlanish qoldi, Xudo xohlasa jihozlar ham kelishi kerak. Xudoga shukr, shu kunlarga yetdik. 120 o'rinli bolalar bog'chasini ochishga tayyor bizlar. Hammamiz kutyapti bog'chani ochilishini.